hammalaringizdan o'tirib olishlaringizni iltimos qilamiz. Chunki Alloh taolo o'z kalomida va idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu sadaqallohul azim. Ya'ni bas sizlarga Qur'on tilovat qilinganda jim o'tirgan holda eshitingiz degan amr bor. Demak, biz uchun Qur'on o'qilganda o'tirib eshitishimiz, jim eshitishimiz vojib bo'lar ekan. Endi misol uchun buni misol keltirib gapirganimizda bir korxonani boshlig'i deylik, bir majlis o'tkazmoqchi. O'sha majlisga hammani jam qilganda o'sha yerda nima qiladi? Hammadan jim turish talab qilinadi. O'sha boshliqning gapini eshitish kerak. Agar boshliqning gapini eshitmasa, o'sha davradan chiqarib yuborilishi, majlisdan chiqarib yuborishgacha boradi. To'g'rimi? Endi boshliqlarning boshlig'i bo'lgan Alloh taoloning kalomi bu yerda o'qilganda, so'zlanganda, xullas o'zimizni nimada aytganda, so'zlaganda jim turib eshitishligimiz biz uchun vojib bo'ladi. Demak, Alloh taologa behurmatlik bo'lar ekan bunda, behurmatlik bo'ladi. Shuning uchun hozir bir 2 oyat Qur'on o'qiymizda, o'tganlarimizni haqqiga bag'ishlab qo'yib, keyin iftorligimizni qilib, duo qilib, iftorligimizni qilaveramiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
اللهم صل على محمد وسلم. اللهم زين بزينة القرآن وشرفة القرآن. اللهم بلغ ما ثوابه ما قرأناه تلاوة أنا الليل وأطراف النهار هدية إلى أرواح محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. Jamiki anbiyolar, jamiki sahobilar, tobiin, tabi'at tobiinlarning haqlariga ba'zi Parvardigoro qilingan ibodatlarimizni, o'qilingan Qur'onlarimizni va qilingan tutgan ro'zalarimizni o'zing husni maqbul aylagin Parvardigoro. Har birimizni shu jamoatda o'tirganlarimizni qalblarida bo'lgan ezgu niyatlari, o'zingdan so'raganlari bor Parvardigoro, uni ko'paytirib bergin. O'zing Ramazonda va'da qilingan savob, ulug' savoblar bilan ko'paytirib bergin. Boradigan joylarimizni jannatlardan qilgin Parvardigoro. O'tganlarimizga rahmat qilgin, qolganlarimizga iymon nuri bilan nurlantirgin Parvardigoro. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in. اللهم لك سمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وعلى رزقك افطرنا فاغفر لنا يا غفار ما قدمنا وما أخرنا وصلى الله عليه وسلم. الله أكبر. Birdan iftorlik duosini ham o'qib oldik. Bemalol olib iftorlik qilishlaringiz mumkin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم أهل جماعة المؤمنين المسلمين. Birodarlar, bu iftorlik paytida ma'ruza qilinganda ham taomni bemalol yeyaveriladi, faqat quloq bilan eshitiladi. Yeyishga ruxsat bor. Faqat Qur'on o'qilganda, azon aytilganda, o'shanda yeyish taqiqlangan. O'shanda mumkin emas yeyish. Bemalol olib, yeb ichib eshitaverasizlar.
bir ikki ovoz ma'ruza qilib beramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallohul azim. Ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karimda Baqara surasida shunday rivoyat qiladi. Ey iymon keltirganlar, sizlardan oldingi qavmlarga ham Ramazon oyini ro'zasini farz qilgan edik. Sizlarga ham buni farz qildik, shoyatki taqvo qilsalaringiz dedi. Demak, bizdan oldingi qavmlarga ham Alloh taolo Ramazon ro'zasini farz qilgan ekan. Ramazonning ulug'ligi mana shundan bilinib turibdiki, oldingi ummatlarga ham farz qilinganligi uchun. Ba'zi bir xil amallar borki, u faqat ummati Muhammadiy, ya'ni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamning ummatlariga yana farz qilingan yoki o'sha ibodat buyurilgan ibodat bo'ladi. Ya'ni bu ro'za bundan mustasno ekan. Ana endi Alloh taolo Ramazonning ulug'ligini shunday ulug'lab nima qiladiki, xo'p, bu Ramazonni savobini, beriladigan ajrini hattoki farishtalar ham bilmas ekan. Farishtalar ham buni savobi qanaqa bo'ladi, ajri qanaqa bo'ladi, bundan bexabar ekan. Alloh taolo o'zi aytadiki, faqatgina bundan men o'zim xabardorman. Buni ajrini men o'zim beraman deydi. Alloh Ramazon oyini Qur'onda farz qilib bizlarga buyurib qo'ydi, farz qilib qo'ydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadi. Ramazon oyining birinchi kunida farishtalar yerga tushadi va o'shanda farishtalarga aytar ekanki, har bir ro'za tutgan va namoz o'qigan bandalarimni nomay amoliga, ya'ni kiromen katibin deydi, o'sha ikkita farishta bor, gunoh savobimizni yozib turadigan. O'sha farishtalarga aytadiki, bularni nomay amoliga yaxshiliklarni yozgin va yomonliklarni o'chirgin der ekan. Rivoyat qilinadiki, Ramazon oyida Qadr kechasi bor, bir kecha bor. O'sha kunida, o'sha kechada Qur'on nozil bo'lgan kecha hisoblanadi. Alloh taolo kalomida Qadr surasini ham nozil qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr va ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallohul azim. Ya'ni Alloh taolo marhamat qiladiki, bu Ramazon ichida bir Qadr kechasi borki, u kechada Qur'on nozil bo'ldi. Ya'ni dunyo osmoniga nozil bo'ladi. Undan keyin 23 yil davomida bo'lib oyatma-oyat qilib, qism qilib o'z bandalariga yetkazib beradi. Jabroil alayhisalom orqali. Bu Qadr kechasi ruh, ya'ni Jabroil alayhisalom yerga tushadi va barcha farishtalar yerga tushadi va toki bu tong otgunicha bedor o'tkazib Allohga ibodat qilgan har bir mu'min musulmonning haqqiga salovat aytib turadi. Gunohlarini mag'firat qilishligini so'rab turadi. Tonggacha salom aytib turar ekan. Ana bu oydagi bir kecha 1000 oydan ulug'roq ekan. 1000 oy deganimiz bu 83 yillik vaqtni
o'z tasarrufiga oladi. 83 yil deganda endi bir rivoyatda keltiradiki, Muso alayhissalom davrlarida Shamun G'oziy degan bir ulug' bir inson bo'lar ekanki, u kishi Alloh yo'lida kofirlarga qarshi jihad qilgan ekan. 1000 oy jihad qilar ekan. 1000 oy, ya'ni 83 yil jihad qilar ekan. U kishini hech bir yo'l bilan, yani Tanbihul G'ofilin kitobda keltiriladi bu masala. Hech qaysi bir kishi bor ekanki, kofirlar u kishini qo'lga ola olmas ekan, yenga olmas ekan. O'shanda bular bu kishini ayolini nima o'ziga og'dirib olib, ayoli orqali buni qanday qo'lga olsak bo'ladi, buni bilib berasan der ekan. O'shanda bu ayoli bir kun ertalab uyg'onganda, Shamun G'oziy uyg'onganda qo'llari iplar bilan, arqonlar bilan bog'langan bo'lar ekan, qo'l oyoqlari. O'shanda kim meni bog'ladi desa, men bog'ladim. Qani siz qutulib ketalasizmikan, yo'qmikan dushmanlar qo'liga tushganingizda agar sizni ushlasa deganda, o'shanda yo'q, men bular bilan hech qachon ushlab qololmaydi deb arqonlarni uzgan ekan. Qo'llari bilan oyoqlarini uzib tashlabdi. Ana undan keyin ertasi kuniga yana simlar bilan, hattoki o'sha arqonlar bilan, sim arqonlar bilan ham bog'lab ko'ribdi. Ana buni ham uzgandan keyin bu debdi, meni hech narsa bilan ushlab bo'lmaydi. Magaramki bu o'zimda sochim bilan, ya'ni sochlari uzun bo'lgan ekan, sochim bilan bog'lasa buni men uzolmayman deb sirrini aytib qo'ygan ekan o'shanda. Keyin o'sha kechasi sochlari bilan bog'lab o'zini hamtovoqlari kofirlarni chaqirib, mana endi buni bemalol o'ldirsalaring bo'ladi degan. O'shanda Shamun G'oziy aytdiki, ey Parvardigor, ey Allohim, agar shu kofirlarning qo'lidan yana bir bor qutqarsang meni, men senga yana 83 yil, ya'ni 1000 oy sen yo'lingda jihad qilaman dedi. Keyin Alloh taolo unga bir kuch berdiki, o'sha uyini o'rtasida bir nima bor edi, o'sha sutum bor edi. O'sha sutumni tepdi oyoqlari bilan, sutum yiqilib hamma kofirlarni, o'sha kelgan o'ldirmoqchi bo'lib kelgan kofirlarni hamda o'sha xotinni, ayolni o'sha bosib qolib o'ldirdi. Bu xabarni Muso alayhisalomga Alloh taolo yetkazganda havas qilgan ekanki, qani edi bunchalik ham savobni ko'p qilgan ekan desa, keyin Alloh taolo aytar ekanki, Muhammad alayhisalomning ummatlariga men Ramazon oyida bir kechani beraman, Qadr kechasi bo'ladi. U kechada bir kecha bedor o'tirib 2 rakat namoz o'qib ibodat qilsa, o'shani savobidan ham ko'proq savobni beraman dedi. Uni o'z oyati bilan ham keltirib qo'ydi. Salamun hiya hatta matla'il fajr deb. Endi o'shanda nima bo'lar ekan? Buni savobi bundan ham ko'paytirib berar ekan, xoyrun min alfi shahr, ya'ni 1000 oydan ham ulug'roqdir dedi, yaxshiroq dedi. Ya'ni bu Ramazon ro'zasini farzligini ulug'ligi shu daraja ulug'ki, bunda hadislar ko'p kelgan. Bularni har birini aytib o'tishga imamiz yo'q. Ana endi bizlarda namoz haqida ham 2 og'iz suhbatlashsak. Namoz insonni Alloh taolo tomonidan berilgan bu ham bir farz amal. Namoz o'qishlik har bir mu'min musulmonda 2-chi farz hisoblanadi. Namoz o'qimagan odam, misol uchun ko'ringki, bir uy, o'sha uyni bir burchagi bo'lsa, o'sha burchagi namoz bo'ladigan bo'lsa, o'sha yo'q bo'lsa, demak u uylik holatidan chiqadi. Biz namozni nima uchun o'qishimiz kerak degan savol paydo bo'ladi ba'zi bir xilda. Biz nima uchun bizga majburiyat qilingan, nima uchun namoz o'qish bizga farz qilindi? Alloh taolo 18 000 olamni yaratdi. 18 000 olamda bizni ko'zimiz ko'rib turgan 4 ta olam bor. Jamodat olami bor. Nabotat olami bor. Hayvonot olami bor. Va insoniyat olami bor. Jamodat olami
tosh, qum, tuproq, suv, mana shulardan jonsiz narsalardan iborat bo'lib, bular Alloh taoloning aytganini hech qachon ikkilanmasdan, qaytarmasdan, yo'q demasdan bajaradi. Nimaiki tuproqqa suv qo'shsak loy bo'ladi. Misol uchun tuproqqa suv qo'shsak loy bo'ladi. Allohning amri shuki, loy bo'lasan degan. Uni g'ish qilsak g'ish bo'ladi, devor qilsak devor bo'ladi. Mana o'sha Allohning hammasi Allohning amri mana shu. Bular bajaradi o'sha ishni. Qiladi. Sizni bizga uy bo'lishi mumkin. Temirlar misol uchun jonsiz, har xil avtomobillar, uylar, har xil narsa shaklga solsak, olovga solsak yonadi va qiziydi, aytgan shaklimizga keladi, biz xohlagan shaklga. Alloh taolo shu insoniyatga bo'ysunasan, o'shani nima qilsa qilasan deb buyurib qo'yibdi. Agar Allohning buyrug'i bo'lmasinchi, biz misol uchun ariq qilamizda suv haydasak, o'sha suv o'sha ariqdan ketadi. Allohning buyrug'i bo'lmasa, o'sha suv yurmaydi. Ana jamoat olami Alloh taologa qanday xizmat qilishligini mana eshitdik. Ana endi nabotat olami bor. Nabotat olami jamoat olamidan manfaat olgan holda Allohning buyrug'ini bajaradi. Bular ham Allohning buyrug'ini bajar ekan. Biz uni urug' qilib yerga qadaymiz. Ana bu yer tuproqdan foydalangan holda, suvdan foydalangan holda unib o'sib chiqadi. U shirin mevalar beradi. Xohlasak mevasini yeymiz, xohlasak nimalaridan o'tin qilamiz, xohlasak uni barglaridan, tolalaridan kiyim qilamiz o'zimizga. Har xil narsalardan foydalanishimiz mumkin ekan. Ana endi bular ham Alloh taologa xizmatni mana shunday qilar ekan. Endi hayvonot olami bor. Hayvonot olami qanday xizmat qiladi? U nabotat olamidan foydalangan holda Alloh taoloning aytganini qiladi. Buyrug'ini bajaradi. Bu Alloh taoloning buyrug'ini shunday bajaradiki, bular biz xohlasak minamiz. Minib ba'zi bir xil hayvonlar borki, o'shalarni minamiz. Go'shtidan foydalanamiz. Misol uchun go'shtini yeymiz, sutidan foydalanamiz, suyagidan foydalanamiz, hattoki yungidan ham foydalanamiz. Har bir narsasidan insonga foyda berib, qani mana qo'ylarni so'ysak, indamay turib o'zini taslim qiladi. Otni minamiz desak, o'zini taslim qilib otga minsak yuradi. Qani biror bir vahshiy hayvonni minib ko'raylikchi, Alloh taolo buyurmagan bularga. Qani bo'ysunadi ekan. Allohning buyrug'i bor holatda bular ham Alloh taoloning buyrug'iga bo'ysunadi. Ana endi biz nima qilishimiz kerak? Biz nima qilishimiz kerak? Bizlar Allohning buyrug'ini qanday buyrug'ini bajarishimiz kerak? Ular bajaryapti-ku. Jonsiz narsalar, jonli narsalar, aqlli, aqlsiz narsalar. Biz ham shuni Allohning buyrug'ini bajarish uchun namozimizni o'qishimiz kerak, ro'zamizni tutishimiz kerak. Bu ham ro'zaga aloqador ma'ruza. Ro'zamizni tutishimiz kerak. Pulimiz bo'lsa zakotimizni berishimiz kerak, hajga borishimiz kerak. Ana shu bilan biz Alloh taolaga ibodat qilamiz. Ana endi namoz bu insonga bir mehnat yoki mashaqqat emas. Bir insonni biz misol uchun bir insonni, yaxshi insonni ko'rsak, bu farishta inson ekan deymiz. Alloh taolo bizni yer yuziga farishta qilish uchun bizni xalifa qilib qo'ymadi. Bizni insoniyatni, bandalarni farishtadan-da ulug' qilish uchun yaratib qo'ydi. Ulug' qilish uchun. Qanday ulug' qilinadi desa, farishtalarda aql bor. Aqli bor, ularga aql berilgan, ularga nafs berilmagan. Ana endi bular gunoh qilishga ularda qobiliyat ham, moyillik ham yo'q ularga. Bir gunoh ishni qilishga ularga hech qanday qobiliyat yo'q. Bizlar kesak, tosh yeyishga qobiliyatimiz yo'q kabi ularga ham o'sha narsadan uzoqda. Ana endi hayvonga nafsni berdi. Ular aqldan yiroq. Ularda aql yo'q. Insonga aqlni ham, nafsni ham biriktirib berdi. Ya'ni Alloh taolo o'zini ko'rsatmasdan o'zini tanitdi. Ana endi ana shu holatda o'sha nafsini yengan holda, aqlini ishlatgan holatda Alloh taologa ibodat qilib aytganlarini bajarsa, ana u 4 ta ulug' farishtalar bor. Ulardan boshqa har bir farishtadan
ulug' bo'lib ketar ekan inson. Shuning uchun biz insonni farishtadan da ulug' qilib qo'ydik degan Alloh taolo. Namozga keladigan bo'lsak, bu namoz o'zi qanday amal desak, namoz shunday amalki, Muhammad ibn Sirin roziyallohu anhudan so'ragan ekan. Siz uchun 2 rakat namoz bilan jannatni bir joyga qo'yib so'ralganda, siz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz dedi. O'shanda Ibn Sirin rahimahulloh aytdilarki, men 2 rakat namozni tanlagan bo'lardim dedi. Chunki bu meni o'zimni tanamni huzur halovati uchun jannat dedi. Jannatga kirsam o'z nafsim o'zimni huzur halovatim uchun kiraman. Lekin 2 rakat namozda Alloh taolaning roziligi bor. Allohning roziligi bor. Misol uchun biz bir boshlig'imizga bo'lsak, shu oyligimizni kamroq bersa ham, shu odamning ishonchini oqlasak, qancha xursand bo'lib, shunga harakat qilamiz. Biror bir ishimga yordam beradi, nimadir manfaatidan umidvor bo'lamiz. Endi Alloh taolo namozni o'qib, Alloh rozi bo'lgandan keyin u do'zaxning o'rtasida tursa ham, unga Allohning do'zaxda azobi ta'sir qilmas ekan. Allohning roziligi bor dedi. Alloh taolo bir guruh farishtalarni yaratgan, 8 qavat osmon bo'lsa, shu 8 qavat osmon orasida farishtalar bor. Har birining orasida farishtalar bor deyiladi. O'sha farishtalardan endi o'sha farishtalarni har turli qilib yaratgan. Ba'zi bir xil farishtalar bor ekanki, o'sha qiyomda turgan holda, tik turgan holida Allohga ibodat qiladi. Yaralgandan beri to qiyomat bo'lgunicha o'sha holatda ibodat qiladi. Yana bir farishtalar borki, keyingi qavatida, undan keyingi farishtalar Alloh taolaga qiroat qilgan holda, Qur'on o'qigan holda ibodat qilib turadi. Yana ba'zi bir xil farishtalar borki, yaralgandan, hammasi yaralgandan qiyomatgacha ibodat qilar ekan. Rukuda turgan holda ibodat qiladi. Yana bir guruhi borki, sajda qilgan holda ibodat qiladi Alloh taolaga. Yana bir guruhi borki, qa'dada o'tirgan holda, endi qa'da deganda oxirida o'tirib, salom berishdan oldin o'tirgan holatda ibodat qiladi. Ana namozning ulug'ligi. Ana endi bunda shu gapni aytar ekanda, ana endi qarangki, bu namoz 2 rakat namoz ichida hamma farishtaning ibodati bor. degan. Namoz bu qalbning qo'rg'oni, dinning ustuni, eng ulug' ibodat. Ibodatlar ichida 2-o'rinda turadi. Ramazon 3-o'rinda turadi. Demak, biz bir oy ro'zani tutamiz, namoz o'qiganimiz ham tutamiz, o'qimaganimiz ham tutib o'tkazamiz. Lekin bu biz uchun dasturul amal, mu'min musulmonlikning ikkinchi savol javobimiz qiyomatda namoz bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, 2 narsadan so'ralmaguncha qadamlaring yurmaydi dedi qiyomat kunida. Birinchisi iymondan so'raladi, keyin o'qilgan namozdan so'raladi. Agar mana shulardan o'ta olmasangiz, qolganlari Allohning o'ziga havola. Alloh taolo o'zi yo mag'firat qilib jannatga kirgizadi, yo o'zi bilgan do'zaxga kirgizadi. U Allohga havola buyog'i. Gunohlarni kechuvchi, gunohlarni yuvuvchi amal namoz. Namozning ulug'ligi. Ya'ni mu'minning meroji. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam merojga chiqqanlarda Alloh taolo bilan yuzma-yuz gaplashganlar. Demak, namoz o'qiguvchi sajdada bo'lib turganda yuzma-yuz Alloh taolo bilan suhbatlashadi. Nima niyatingiz, tilagingiz bo'lsa sajdada so'rasa beraman degan Alloh taolo. Yana bu yerda qanday nima bilan aytamizki, tijoratchilarimiz bor. Bu nimamiz tijoratchilar. Ana endi savdo farz qilingan amallardan keyingi o'rinda turadigan farz. Bunda yolg'on ishlash harom. Kimki harom yegan, haromdan kimki farzand eti o'ssa, haromdan eti o'sadigan bo'lsa, bu do'zaxga kirishi aniq bo'lgan odamlar. Biz topgan molimizni yolg'on aralashtirib, bo'xton aralashtirib, haromga chiqarib qo'yamizda. Lekin namozlarimiz juda chiroyli bo'lishi mumkin, ibodatlarimiz chiroyli bo'lishi mumkin. Lekin luqmamiz toza bo'lmasa, bu bizga
Bu bizda nima bo'lar ekan? Ibodatlarimiz qabul bo'lmas ekan. Ibodat o'qigan namozi namoz bo'lmaydi. Luqmasi toza bo'lmasa. Halollik, to'g'rilik, luqmamizni to'g'rilasak, inshaalloh ibodatlarimiz mustahkam bo'ladi. Ibodatlarimizda huzur halovat topamiz. Mana aziz birodarlar, vaqtimiz ham chegaralangan, qisqa. Kimdir taroveh namozlari, kimdir shoshganlar bor. Shuning uchun gapni cho'zmasdan gapimizni shu yerda yakunlab qo'yamiz. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Amin. Duo qilamiz. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم محمل الحال والأحوال اللهم إنا نستعينك الهدى والتقوى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تضيع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Parvardigoro, mana shu jamoatda hammamiz yaxshi niyatda jamil-jam bo'lgan ekanmiz. Bu ehson sohiblari qilayotgan ehson sohiblari bir savob umidida iftorlik tashkillashtirgan. Parvardigoro, mana shu qilgan ehsonlarini avvalambor o'zing husni maqbul aylagin. Ajrini ziyoda qilib ko'paytirib bergin. Ramazon oyida qilingan har bir xayr ehsonni savobi 10 baravariga ko'paytirib beriladi. Bu oy mana shunday ulug' oy. Ana endi nima yaxshi niyatlar qilib dasturxon yozgan ekan, Alloh taolo bu qilayotgan ishlariga ham rivoj berishni o'zing Parvardigoro nasib qilgan. Jamoatimizda roza tutib, kunduzlari mashaqqat bilan, chanqoq bilan roza tutib, mehnat qilib, mana shu yig'ilib kelgan ekan. Agar chandiki, nima dedi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha yarimta xurmo bilan bo'lsa ham, bir qultum suv bilanmi, bir luqma sut bilan bo'lsa ham iftorlik qilib beringlar deb buyurganlar. O'shani ana endi bularni savobini, ulug'ligini Alloh taoloning o'zi biladi, o'zi ko'paytirib bersin. Jamoatimizdan ham qilingan ma'ruza, amr ma'rufdan qo'limizdan kelgancha qildik. Kamchiligi bo'lsa, kamchilik, xatolar, nuqsonlar bo'lsa, Alloh taolodan kechirim so'raymiz. O'zidan mag'firat so'raymiz. Endi bu ehsonlarni ham o'zing husni maqbul aylagin. Tutgan ro'zalarimizni o'zing dargohingda husni maqbul aylagin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Parvardigoro, men shu iftorliklarga xizmat qilgan opalarimiz bor, akalarimiz bor, ukalarimiz, singillarimiz bor. Alloh taolo bularni ham qalbini hidoyat bilan to'ldirgin. Parvardigoro, qilgan yaxshi amallarini o'zing husni maqbul aylagin, ko'paytirib bergin. Farzandlariga ofiyat bergin. Parvardigoro, yurtimizni tinch qilgin. Bularni yaxshi o'ylagan har bir niyatini o'zing bilguvchisan. Parvardigor, o'zing ko'paytirib bergin. Men shu jamoatdan yig'ilganlardan o'zing rozi bo'lgin. Yurtimizga tinchlik bergin. Parvardigoro, yurtimizda mana shu kelib turgan har xil balo ofatlardan, tuzalmas kasallardan o'zing daf qilgin. Parvardigor, Ramazonning sharofatidan gunohlarimizni mag'firat qilgin. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Sallallohu alayhi va sallam. Allohu akbar.